Qadrdonlar, 2 sotuvli yangi qurilgan uyimizni 95 ming dollarga chiqaryapmiz. Binosini ko'ringlar, bir qavatli kompaktli uy, buni yerto'lasi ham bor. Hovlimizda ko'rib turganingizdek, keng mashina qo'yadigan joylar ham bor. O'rtadan asosiy eshikdan kirganimizda o'ng tarafda rakvina, buni yonida hojatxona va kichkina bo'lsa ham yashil hudud qoldirilgan. Uyimizning eng asosiy isitish tizimlari ham mana shu yerto'lada joylashtirilgan. Bizda bo'lsa ichkariga kiramiz. Ketdi. Uyimizda umumiy hisobda 4 ta xona, oshxona plus yana sanuzullari bilan. Birinchi bo'lib, mana marhamat, ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonani ko'ringlar. Qaranglar, uy quruvchi akalarimizni kundan kunga bitovoy texnika mebellari bilan tayyor qilib bitkazib qo'yishyapti. Oshxonani qarshisida mana kattagina mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mehmonxonani ko'radigan bo'lsak, endi yotoqxonalarga kirib chiqamiz. Yotoqxonalarga kirishdan oldin bu yoqda zo'r qilishgan ekan, mehmonlar uchun alohida bitta hojatxona va buni yonginasida umumiy yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'rishingiz mumkin. Buni yonida navbatdagi ikkinchi xonamiz. Mana uyimizning orqa tarafida ham keng joy bor ekan. Hozir uyni ko'rsatamiz. Ana dachniy stulni qo'yib o'tirsak bo'ladi. Mana bu yotoqxona orqali uyimizning orqa hovlisiga chiqsak bo'ladi. Adashmasam shu 2,5 metrdan oshuv kenglikda. Endi bu oxirgi 3-xonamiz. Marhamat. Qadrdonlar, biz har doimgidek quruvchilarning nomerini video tavsifida yozib qoldiramiz. Manzil Bektemir tumani, Tinchlik mahallasida joylashgan.